Erkakni eng nozik joyi qadr qimmati. Eng nozik, eng og'riqli nuqtasi qadr qimmat ehtiyoji. Ya'ni erkak qayerda o'zini qadrsiz his qilsa, o'sha yerdan u qochadi, uzoqlashadi, u yerga yaqinlashmaydi. Chunki unda mana shu qadr qimmatga bo'lgan ehtiyoj juda kuchli. Va qayerda shu narsani ola olsa, o'sha yerga jonini beradi. Va juda ko'p ayollar erim menga sovuq, pul bermaydi, o'ydi, bu deb nolishadi-yu, mana shularni yaxshilab razbor qilganimizda bitta narsani bildimda, bitta sirni deymi? Ular mana shu erkakka qadrli ekanini namoyish qila olmaydi. Erkak u yerda o'zini qadrsiz his qiladi. Bu namoyish bo'lishi mumkin qovoq solish bilan, indamaslik bilan, ichiga yutish, gap qaytarmaslik ham mumkin. Lekin buni butun vujudidan norozilik ufurib turganini erkak his qiladi va bunaqa joydan u qochadi. Va qayerga yuguradi? Qayerda uni qadrlashsa, e'zozlashsa, hurmat qilishsa. Erkakning eng kuchli va nozik joyi mana shu. Qadr qimmatga bo'lgan ehtiyoji.